sifatli yuvish bo'yicha musobaqa o'tkazyapmiz. Birinchi jamoa, ikkinchi jamoa. YouTube'ga esa 800 ming so'm pul mukofoti. Birinchi jamoani 1 deb olsa, ikkinchi jamoani 2 deb olamiz. Kommentariyada yozib keting. Xodimlarimizga eslatib o'tmoqchiman. Mijozlarning uyiga borganda shu holatda turmaydi mebellar. Asosan oshxonalarda, mehmonxonalarda devorlarga yopishgan holatda turadi. Chachish jarayonida devorlarga chachratmasdan chachish kerak. Shunisiga e'tibor berib qo'yamiz. Hozirda ishqalash jarayoni ketmoqda. Ishqalash jarayonida parketlarga, yerlarga suv bo'lib ketishi mumkin. Shunisiga e'tibor beramiz. Uy sharoitida bo'lsa, doimgidek pilisos orqali suvni yig'ishtirib olishimiz mumkin. Nima bo'lyapti? Yaxshimi? Mopul, 800 ming so'm. To'g'ri, kichkina pul sizlar uchun, lekin yaxshi. Namazda nima bo'lyapti? Bormi ori? Pul ko'ryapsizmi? Mana shu pulni kuchini ish qiling. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi va ikkinchi jamoada birinchi jamoasi xato qildi. Orqasini teng sevib, teng yuvish kerak edi. Bu bola birinchi oldini yuvib turib, keyin orqasini yuvdi. Bu xato. Hozir ikkinchi jamoada ishqalanib, oxirgi suv sepib, chayqab turib tortib olish jarayoni. Bu 90% namini o'ziga tortib oladi. Shu jarayon orqali 4 soatda mebelingiz quriydi. Sasib hidlanib qolmaydi. Birinchi jamoa ishimizni tugatdi. Ko'rishingiz mumkin. Kommentariyada o'z fikringizni albatta yozib qoldiringlar. Musobaqamiz yakunlandi. Sotuv bo'limi rahbari sifatida xolisona fikrlarimni bildirmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, birinchi jamoa yuvgan mahsulot yaxshi yuvilmagan, sifatsiz holatda turibdi. Ikkinchi jamoa g'olib deb topildi. Yorqin ranglarda, chiroyli, toza yuvilgan. Bu mahsulotni yuvgan birinchi jamoamizni malakasini oshiramiz. Malakasini oshirishga yuboriladi bular. Ishimiz sifatida mijozlarimiz roziligi biz uchun juda ham muhim. Agar siz ham xonadoningizda shunday holat takrorlansa, bizga darhol aloqaga chiqing. Qayta yuvish xizmati xodimlarimiz sizni uyingizga borib, yana qaytadan yuvib berishadi. Agar shunda ham effekt sezilmasa, to'lovlaringiz 100% qaytariladi. E'tirozlaringiz biz uchun juda ham muhim. E'tirozlaringiz bo'lsa, call centerimiz doim aloqada xizmatingizda.